Srochno raddonga borish kerak. Homilani suvi qolmagan. Yaxshi qon kelyapti, lekin suvi yo'q. Tug'dira olmasa bo'lmaydi. Yaxshiroq bitta 2-3 vrach konsilium qilib tug'dirish kerak. Потому что ta'zi bilan yotibdi. И suvi qolmagan. Bu juda opasli. Tezroq tug'ruq taktikasini tanlash kerak, sizga seriyozdan qarash kerak. Bo'lmasa yuragi to'xtab qoladi, suvi yo'q. Yo'ldoshi ishib ketgan. Tushundingizmi? Sizni hozir atomga borib qaytarib olishyapti. Vaqtida yurak to'xtasa, o'zi shunaqa bo'ldi, biza qilmaylik-ku sizni. Bo'ldi. Tushundingizmi? O'shaning uchun seriyoznroq gaplashish keraksiz. Mana turmush o'rtog'i bor, gaplashing. Seriyozroq gaplashganman, borganda gaplashdim. Hali anaqa emas dedi. Doktor o'zi ham aytdi, erta olib kelasiz dedi. Menga bunaqa suv yo'q, bunasi degan. Doktorga tushib keling ham demadi. Yo'q, Yaxshiyam o'zingiz eshitsiz. Mana ikkita bolam ham sizda o'qiganman. O'zimiz hozir borib siradan. O'sha gaplashgan doktoringizga taz qarang, opajon doktorga ko'rinuvdim. Taz bilan yotibdi deyapti. Suvi yo'q deyapti. Nimadir qilamizmi deydi. Хорошо? Kech bo'lmas.